Salom do'stlar, obunachimiz elitrada ucha olmayapman debdi. Hozir ko'rsataman. Birinchi navbatda elitrani taqib olamiz. Oltin olma kerak bo'lib qoladi. Sizga bitta maslahatim-da. Hozir rangsizdan olinglar mana bundagidan. Agar mana bunday olsangiz, uchganingizda joningiz ketishni boshlaydi, chunki o'zingizda portlashi mumkin. Shuning uchun hozir men sizlarga ko'rsataman. Taqilgan mana. Xo'sh, sakrashni 2 marta juda tez bosasizlar mana. Mana. Keyin tepaga qarab turaverasizlar. Aytib qo'yay, qo'nishda pastga qarab sekin aylanasizlar. O'shanda tushasizlar. Oltin olmadan. Hozir meni aytgan qoidaga amal qilmasdan qilsalaring. Mana bunda. Juda tez bo'ladi-da. Unutmanglar, ikkita bosib uchasizlar. O'shanda tez bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan Zuhriddin bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yamiz-da, 100 taga ozgina qoldi-da. Tomosha uchun rahmat.